Mana hurmatli ota-onalar, ehtiyot bo'linglar. Hozir ko'chada o'zimni jiyanimga qanaqa kim deding? Bitta maskada ayol keldi-da, qo'limga berib ketdi, "Men senga asal qiz" deb. Maska taqib olgan, Kobaltda dedingmi? Kobaltda "Men buni yegin, mazza qilib" deb beribdi. Mana ko'ringlar. Men buni ochsak, ko'ryapsizlarmi, cheti qilaylanganni. Qanaqa Xudodan qo'rqmaydigan odamlar ko'payib ketgan. Men buni ko'ryapsizlarmi? Bo'shashib chiqib ketyapti. Buni ichiga nima solgan Alloh biladi. Yuzida maskasi bilan kelib, mana mashina berib ketgan bolaga. Endi buning ichida nima bor Xudo biladi. Nima qilgan? Mana men ikkinchisi hali ochganim yo'q. Perchatka kiyib olganimga anaqa qilmanglar, baribir odam qo'rqadi-da. Mana ko'ryapsizlarmi, shundoq qilsa ajralib ketyapti-ya. Mana bu mamnaqa idishda sotiladigan gamburgerchalar chiqdi-ku, hozir jilanglar. Ana mana shunaqalar berib ketibdi, men qaranglar. Mana nima bular? Allohdan qo'rqmaganlar-ya. Nechta odamni bolasi buni yeydi? Mana ko'ryapsizlarmi? Umuman bolalaringizga tayinlaylar. Mana bunaqa idishdagi gamburgerchalarni kimdir bersa, umuman olishmasin, Alloh asrasin. Yuziga maska taqib, Kobaltda qanaqa tarqatish mumkin? Nima maqsadda tarqatish mumkin buni?